35 yil avval Moskva shahriga ko'chib ketgan Marina xola qarorsiz qolib ketgan uylarini 35 ming dollarga bizga sotdilar va Moskvaga qaytib ketdilar. Bu yer avval tabiiy o'tlar va mayda butalar bilan qoplangan bo'sh uchastka edi. Maydon tozalanib tekislandi. Loyiha ip va qoziqlar bilan aniq belgilab chiqildi. Keyin poydevor xandaqlari qazildi. Basseyn va karport joylari ham shakllana boshladi. Armatura karkaslari o'rnatilib, beton tayyorlash va quyish ishlari boshlandi. Beton fundament tayyor bo'lib, pastki tayanch devorlar va kirish yo'lagi ko'rina boshladi. Birinchi qavat tashqi devorlari ko'tarildi. Katta oynali fasadlar uchun ochiqlar qoldirildi. Asosiy konstruksiya kuchaydi. Ustunlar, devorlar va ichki bo'linmalar aniq shakllandi. Ikkinchi qavat tayanchlari ko'tarilib, balkon va terrasa konturlari paydo bo'ldi. Yuqori devorlar va zamonaviy hajmlar shakllanib, villa final ko'rinishga yaqinlashdi. Tom karkasi o'rnatildi. Karport va basseynning asosiy beton shakli yakunlandi. Tom yopildi. Oq va qora zamonaviy fasad qoplamalari bosqichma-bosqich paydo bo'ldi. Katta oynalar, eshiklar, zinapoyalar, karport va basseynning yakuniy shakli tayyorlandi. Yo'laklar, kirish maydoni, hovli qoplamalari, devor va darvoza tizimi yakuniga yetdi. Maysazor, daraxtlar, butalar, dam olish zonalari va premium tashqi bezaklar joylashtirildi. Natijada zamonaviy, muvozanatli va to'liq tayyor hashamatli villa final ko'rinishga keldi.